Mehr muruvvatlilarim, men sizlarga shunaqa manfaatli joy topib qo'yganman. Bu turib Buyog'da syomka qilishni to'xtating. jindromsiz? Mashta reklama qilishim uchun o'zingizlar pul to'ladinglarmi menga? Yo, bizga boshlovlar shunaqa buyruq berishdi. Syomka qilmasligingizni so'rashadi. Aka, kontraktim bor. Men yil oxirigacha ishlashim kerak sizlar bilan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanchamiz? Sizga bergan pulimizni-chi? Shu joyga reklama qilmasligiga oldim deb hisoblang. Maylimi? Biz rozimiz. Noto'g'ri qolsinlar aka, aniqmi? Yo, chet Qo'limdan tortmang, jabr berib qo'yasiz aka, lekin noto'g'ri bo'lyapti. Qo'lingizni oling.